Biz farzandlarimizni kichkinaligidan qaror qabul qilishga qo'ymaymiz. Doimiy biz ularni o'rniga qaror qabul qilamiz. Va biz ham har doim boshqalar qaror qabul qilishgan biz uchun. Masalan, biz farzandlarimizga bir o'yinchoq olib bersak, buzmagin, ehtiyot qilib o'ynagin, sindirib qo'ymagin deb olib beramiz. U go'yoki u o'yinchoq uniki emas, u go'yoki kimnikidir. Biz vaqtinchalik unga berdik. Uni o'ynashini shartlari quyidagilar: sindirmaslik kerak, buzmaslik kerak, yo'qotib qo'ymaslik kerak, boshqaga bermaslik kerak. Shuni qilmasaydik, bu seniki do'stim, bolam, qizim, o'g'lim, bu seniki. Ista sindir, ista buz, istasang birortaga sovg'a qilgin. Nima qilsang ham o'zing bilasan. Bu seniki, tamoman seniki desak edi, u birinchidan u buyumga umuman boshqacha munosabat qilardi. O'ziniki bo'lgani uchun ehtiyotroq bo'lib munosabat qilardi.